Ko'ksartiroz nima? Ko'ksartiroz bu suyaklarni yemirilish kasalligi bo'lib, hozirgi kunda juda ko'pchilik, hatto yoshlarda ham uchrayapti. O'zi aslida bu kasallik bilan 50-60 yoshdan keyin odamlar kasallanishi kerak bo'lgan. Lekin hozirgi kunda mana Coviddan keyingi asoratlarda ko'pchilik organizmda vitamin va minerallarning yetishmasligi oqibatida suyak yemirilishi kasalligiga duchor bo'lmoqda. Ko'ksartiroz ko'proq suyaklarni yemirilib, o'sha yerdagi suyaklarni degenerativ o'zgarishi oqibatida paydo bo'ladi. Asosan chanoq son suyagida, tizza bo'g'imlarda va umurtqalardagi bu kasallik hozirgi kunda yosharib borishdan tashqari davosi ham yo'q bo'lib qolmoqda. Ayniqsa ko'pchilik menga yozyapti, Coviddan keyin ko'p deksametazon gormonini olish oqibatida shu holatga duch keldik deyapti. Bunga yechim bormi? Juda ko'p shifoxonalarda, ko'p joylarda davolandik, ukol, tabletkalar olyapmiz, lekin ta'siri bo'lmayapti degan insonlarga menda bitta javob bor. Albatta yechim bor bunga. Men bir bemorga shunaqa 4 oy davomida bu mahsulotlarni kolleksiyasini tuzib berdim, programma qilib. Mahsulotlarni ichish davomida unda 2-oyda ham natija chiqib, mana umra safarlariga borib keldida, rahmat aytib kelib 2-oylik programmani olib ketdi. Albatta ko'ksartirozga yechim bor ekan azizlar. Do'yi poster rentgen qog'ozlarini ham ko'tarib ketdi, lekin afsuski meni o'sha kuni xayolimga kelmabdi rasmga olish. Albatta bu mijozimizdan o'tkazib olib turib, o'sha YouTube'ga joylab qo'yaman. Xo'sh, ko'ksartirozni davolash choralari asosan 4 oy bo'ladi, chunki suyaklarni bir-biriga yetib, o'sib, o'shadagi yemirilishlarni qayta tiklash jarayoni bu 4 oylikni davom etadi. Muddat kerak. Agar siz bir oyda 5-10 kuni davolanaman desangiz, juda ham katta xatoga yo'l qo'yasiz. Chunki suyaklar poylar o'zini joyiga kelguncha muddat o'tadi. Bunga sabr qilish kerak. Bunga men yechimni aytmoqchi edim. Bunga yechim dengiz osti baliqlarning qanotlaridan, suvaklaridan, uni terilaridan tayyorlangan morskoy original kollagen bor. Xuddi mana shu morskoy original kollagenni juda ko'p bemorlarga berganimizdan natijalarni juda katta olyapti. Chunki u suyaklarni qayta tiklab beradi, ya'ni suyaklardagi kemiklar holatigacha yaxshilab beradi. Bo'g'imlarning orasidagi paylar, muskullar qavatini ham qayta tiklashda juda katta yordam beradi. Shuning uchun bu programmani men sizlarga bir qator ta'riflab beray. Kollagen bu ipsimon oqsil. Bu tanamizni qayerdadir o'sha kollagen qatlami yemirilayotgan bo'lsa, demak o'sha yerda yirtiq paydo bo'ladi, teshik paydo bo'ladi va o'sha joyda yemirilish ketishni boshlaydi. Misol uchun yuzda kollagen qatlami kamaysa, terilar osilishni boshlaydi, ajinlar tushishni boshlaydi, so'lg'inlik boshlanadi. Agar u sizni ko'z to'r pardalarida kamaygan bo'lsa, zreniya pasayib ketadi. Agar sizni tizza bo'g'imlar, umurtqalarda yoki chanoq son suyaklarda kollagen qatlami yemirilgan bo'lsa, o'sha ipsimon oqsil kamaygan bo'lsa, oziqlanish kamayadi, demak yemirilish ketadi. Xuddi mana shunaqa dengiz ostidagi baliqlarning peptidlardan tayyorlangan halol bo'lgan sertifikatlariga ega morskoy kollagen bor. Ham u zreniyani ham tiklab ketadi, ham bo'g'im suyak yemirilishlariga ham jiddiy tabiiy yechim bera oladi. Bir oylik programmangiz atigi 938 ming bo'ladi. Bir kunlik doza shunda 22 ming so'mdan 32 ming so'mgacha tushadi. Mana shu programmani men sizlarga birma-bir sanab o'taman. Nafaqat kollagen, balki kollagendan tashqari suyaklarimizga обязательно tabiiy bo'lgan o'simliklardan bo'lgan kalsiy kerak. Kalsiy organik bo'lsa tezroq so'riladi. 98.9% suyaklaringiz o'sha yemirilayotgan joyga borib o'tiradi. Uchinchidan bu D3 vitamini kerak. D3 vitamini bo'lmaydigan bo'lsa, sizda hech qachon suyaklaringizda qayta tikluv jarayoni bo'lmaydi. Bo'g'imlardagi shamollashni ham bartaraf etish uchun hamda uni kleyi, ya'ni uni ichidagi suyuqlikni qayta tiklash uchun albatta limfosan artero degan narsa bor. Mana shu limfosan arteroni berish kerak. Ham tuzlarni qaydaydi, bo'g'imlar ichidagi suyuqlikni ham qayta tiklab beradi. Oson harakatlanish uchun. Yana unga o'sha bo'g'imlar atrofiga to'planib qolgan tuzlarni yo'qotish uchun albatta
choy bor. Bu choy ertalab bir paket, kech payt bir paket ichish kerak. Bu Baykal ko'li o'rtasidagi Alxon degan orolda o'stiriladigan o'simliklardan olingan. Hamda tashqaridan ham ichkaridan mana полностью programmani men tuzdim. Ham tashqi tomondan krem kerak. Bu krem albatta suyak to'qimalari uchun epidermis, derma, gipodermadan o'tib turib suyak bo'g'imlargacha yetib boradigan ajoyib balzam bo'lib, bu balzam akopnik degan o'simlikdan olingan. Bir marta, ikki marta surkaganda ham buni effektini bilishadi. Lekin bo'g'imlarni men qayta aytyapman, hech qachon bular sehrli tabletka yoki sehrli narsa emas. Ularni qachonki ichingizdan ichib, suyak bo'g'imlarga yetib borib, ular qayta tiklanib, yemirilishlarni qayta tiklagandan keyingina sizda ko'ksartroz batamom tark etishi mumkin sizni. Bundan batamom qutulishingiz mumkin. Buning uchun albatta muddat kerak. 4 oyda suyak o'zini holatini tiklaydi. Siz nazoratda bo'lasiz. Doimiy ravishda sizdan har oyda 2 martadan telefon orqali xabar olib, sizdagi natijalarni kuzatib boramiz. Buning uchun albatta bizga bog'lanishlaring mumkin. Video so'ngida telefon nomerlari bor. Telefon qilib batafsil bo'g'im og'riqlaridan yoki ko'ksartrozdan qutulish programmalarini mutaxassislarimizdan so'rashingiz mumkin. Albatta bu mahsulotlar men sizga aytib o'tganimdek kalsiy, kollagen, mana vitamin D3, limfasan arttiro, hamda mana choyi, hamda buni davolovchi krem malhami. Xuddi mana shu narsa 1, 2, 3, 4, 5 xil narsa atigi dastavka, pastavka hamma yo'g'i ichida 938 mingni tashkil qiladi. Savollar bo'lsa, men hali aytib o'tganimdek, video so'ngidagi raqamlarga telefon qilib mutaxassislardan maslahat olishingiz mumkin. Omon bo'linglar azizlar. Hech qachon ko'ksartroz bilan kasallanmang.